Hozirgi iqtibosimiz va'da beraman, qisqa bo'ladi. Iqtibos o'zi ham va'da uchun bo'lgani bu vaqtda cho'zilib ketdi. Oleg Makarenkodan rus tadbirkori, juda ham zo'r tadbirkor, makarenko.org yoki ru yoki nimadir, o'sha topib yozib qo'yamiz hozir. Saytini o'qinglar, maslahat beraman tadbirkorlarga. Endi karyerasini boshlayotgan yoshlarga zo'r maslahatlar beradilar. Real maslahatlar, ya'ni kitobiy emas. Konkretni mana bu yerda sani aldab ketishadi, mana bu yerda olsang yaxshi emas, mana bu yerda sani ishlaring bitmaydi deb ochiq oydin gapiradi. Xo'p, chunki tajribali tadbirkor, ya'ni real hayotdan chiqqan. Rejalash yo'qligi kambag'allikning asosiy sababi. Iqtibos juda ham kalta. Xo'p, aytadi Oleg Makarenko, blogida o'qib qoldim. Asosan deydi, men deydi kuzataman, puli yo'q insonlarni, resurslari yo'q insonlarni kuzataman deydi. Reja bilan yashamaydi hech qachon deydi. Va bir hech narsasi yo'q odamni qarab turaman deydi. Agar shu reja bilan yashashni boshlasa, 1 yilda ancha o'zgarish bo'ladi. Ishida, talantida. 5 yilda o'zini jamoasi bo'ladi, ancha proyektlar qilib tashlagan bo'ladi. 10 yilda u boy bo'ladi o'sha deydi. Men tajribamda o'zi ham 50 ga yaqinlashib qoldi yoshi. Ya'ni ko'p narsani ko'rgan. Asosiy farq endi reja deydi. Ya'ni insonlar oddiy magazinga borishni ham rejalamaydi deydi. Men ko'rganman hayotimda deydi. Do'konga ketyapti, magazinga ketyapti, prosta ko'chaga chiqadi deydi. Qo'shnisini ko'rib qoladi, o'sha yerda yarim soat gaplashib qolib ketadi deydi. Keyin bo'pti qo'shni deb uyga qaytib kiradi. Nima chiqdim o'zi? Shakarga chiqdim-ku deb keyin esiga tushib qoladi. Inson hattoki magazinga borishni ham miyasida rejalash kerak. Ya'ni reja degani plan tuzib, yozib, chizib, sxemada, strelka yo'q, unaqa emas. Men hozir ko'chaga chiqaman, do'konga boraman, shakarga pul beraman. O'tda shakar bo'lmasa, yonidagi do'konga kiraman. Shakar o'tda ham bo'lmasa, qand olaman, qand ham bo'lmasa, novot olaman, keyin qaytib kelaman, bo'ldi. Qo'shnisi chiqib qolsa, uzr, men shakar ketayotgandim deb o'tib ketasiz. Col Newport Deep Work kitobida yozadi. Hattoki dam olishni ham rejalamas ekansiz, reja qilmas ekansiz, dam olishingiz ham bekor ketadi, Instagramda o'tib ketadi. Dam olishni ham hattoki reja qilish kerak. Turaman, suzaman, 2 soat uxlayman, o'tirib yarim soat tafakkur qilaman, 1 soat kitob o'qiyman. Xayolda qilsangiz ham hattoki. Xayolda qilsangiz ham. Men rejani kalendarda olib yuraman. Odatda 1 hafta yoki 2 haftalik rejam bo'ladi va oylik rejam bo'ladi, kattaroq rejalar. Rejasiz qiynalaman juda ham, chunki bir-biriga to'qnash kelib qoladi. Lekin shunda ham yetarlicha rejalamayman deb o'ylayman. Bugun misol uchun mana shu kastimni olib kelishimni reja qilmadim va shuning uchun podkast 20 daqiqa kechikdi. Va shuning uchun meni hozir uchrashuvim bor, uchrashuvim ham kechikdi bu podkastdan keyingi. Ya'ni rejalar surilib ketdi. Bitta rejani buzilishi undan keyingi rejalarni ham buzib ketadi. Shuning uchun qaysi ko'nikmani rivojlantirishim kerak? Men hayotimda muvaffaqiyat demaylik. Erishmoqchi bo'lgan narsamga erishish uchun deylik. Erishish uchun desak, men rejalash deyman. Juda ham yaxshi yordam beradi. Soat rejalashdan boshlang. Mana 20 minut dars qilaman, 10 minut dam olaman. 10 minut Instagram fikrlashni ham reja qiling. Bo'lmasam prosta telefon joyingizda bo'lgancha kirib ketasiz. Reja bilan qiling. Men hattoki ba'zan o'ynab turaman. Jamoa bilan o'ynab turamiz. Shuni ham reja qilaman. Mana shu hafta, mana shu kuni mana shunaqa reja qilamiz. Qilish kerak, mayli hech qisi yo'q. Bir haftada bir oyda bir, 3 oyda bir. Mana shuni dam olaman. Reja. Mana shu payt uxlayman. Rejasiz ishlar bo'ladi, lekin reja bo'lib turib bundan chiqib ketgan yaxshi. Chem rejasiz bo'lib turib hammasi bo'lib qo'ygandan ko'ra. Rejasiz yo'q bo'lib turib hammasi bo'lib qo'yganga o'xshaydi. Nimaga o'xshaydi desa, bir odam keldi-da, zo'r qilib sizga osh qilib berdi. Shu maza qildi, zo'r chiqdi. Qanaqa qildi desa bilmayman. Qanaqa qilib zo'r chiqdi oshda, men bilmayman, qanaqa o'xshab qoldi-da. Nima qildim, soldim, damladim, chiqib qoldi. Yana bitta qilib bering. Bo'lib qoldi o'zidan o'zi. O'rgating. Siz qazoratroqmisiz? Men bilmayman, u o'zi bo'lib qoldi. Rejasiz yaxshi bitgan ishdan ko'ra reja bo'lib turib bejadan chiqib ketgan ham yaxshiroq asli. Shu bugungi iqtibosimiz. Yangi formatga nima deysizlar? Iqtibos formatimizga nima yengillik bo'ldi desak, yengillik sezmagan bo'lsangiz, demak iqtibosdan anchadan beri kuzatmaysiz. Yangi foyda. Agar yengillik bo'ldi azaki, yengillik ko'rmadik, kastimizdan, ko'ylagingizdan boshqa desa, demak ikkita narsada yo kesib tashladik yengillikni. Ibrohim kesib tashlagan. Yoki uxlab o'tirgansiz, yoki yangi tomoshabinsiz. Nima yengillik qildik desa, yengillik biz savol javob qo'shdik. Ya'ni hozir bu yerda 1 2 3 4 5 6 ta odam o'tiribdi. Shu 6 ta yigitlarimizdan savol uyg'onib qolsa, iqtibos paytida toq etib berib qolishadi. Ya'ni izohda uyg'onishi mumkin bo'lgan savol berib qolishadi.
Hmm. Bugun shunaqa bo'ldi. Ha. Asadbek iStory jamoasi haqiqatda rejalab ishlaydi. Va shu gap yo'q. Yo'q, men reklama qilamiz demayapman. Men bu narsani kuzatdim. Mana o'sha nechta 10 tadan oshayotgan, bildirayotgan sonimiz. Ishingiz shuncha zo'r ketyapti-da, mana hokim bilan ham oldinglar-ku. Ex hokim bilan ham sizlar qildinglar-ku, ya'ni nega boshqalar qilmadi? 50 yillik operator yo'q, 10 yillik operatorlar bor-ku. Misol nega qilishmadi desa, men shu narsani kuzatganman. 8 da bugun olinish kerak edi. Kirganimda 10 ta kam 8 da shu yerda deyiladi, nimadir taxlayapti deydi. Bu reja juda katta yordam beradi. Motivatsiya deymi? Ertasi kun yaxshi bo'lib ketadi. Uxlab tursa yaxshi bo'lib ketadi. Rejaga 100% qilib bo'lmaydi, iloji yo'q. Amal qila olmaysiz rejaga, lekin borligi yaxshi. Mana bizda ham bugun ssenariy bor edi menda. Iqtibos ssenariysi deganda o'sha 4 ta iqtibosni ketma-ketligi. Baribir rejadan chiqdim chunki iPad zaryadkasi tugab qoldi. O'chiyapti. Ha, 5-inchisi bor edi asli. Qoladi. Ha, tugadi, rejadan chiqdik baribir. Lekin borda. Boshqa odamlarni g'alatida, anaqa o'sha ikkita reja o'xshamagan uchun qolganlarini qilishga anaqa ishga. Endi ertasi kun yaxshi bo'lib ketadi. Aslida keyin mana rejalashtirish qanaqa bo'ladi? Rejalashtirish Mana misol uchun qanaqa oddiy kalendar olasiz, urasiz o'sha yerga. Misol uchun mana ertaga mana bu video katta ehtimol bilan shanba kuni chiqadi. Ertaga yakshanba kuni soat 10:00 dan 11:00 gacha men uxlayman deb yozib qo'yasiz. Mana bu reja. 11:00 dan 12:00 dan kitob o'qiyman deysiz misol uchun. 12:00 dan 13:00 gacha YouTube ko'raman deysiz. Mana prosta kalendarga yozasiz va shuni qilasiz. Mana shu reja, plan fakt. Mana shundan boshlanadi. Keyin dushanba bir haftani rejalaysiz. Misol men unaqa ana katta qilib tashlamayman rejani. Uchrashuvlarni reja qilib qo'yaman. Syomkalarni reja qilib kalendarga urib qo'yaman. Misol uchun bugun syomka borligini bilardim. Trenirovkalarim anaqa urib qo'yaman kalendarga. Mana shu qolgan ishlarim mana reja bor, rejasiz ishlar bor. Misol uchun maktabga kelib har kun suhbatlab, ular rejasiz bo'ladigan ishlar. Lekin reja albatta kim bilandir bog'liq bo'lsa bo'ladi. Prosta kalendar olasiz, urib tashlaysiz. Xo'p, izohda yozinglar. Yangi format ma'qulmi? Ma'qul bo'lsa, ma'qul deb yozsanglar ham bo'ladi. Nima ma'qul bo'lmaganini ham yozsanglar bo'ladi. Shu, rahmat, sog' bo'linglar.